Kelinglar, men sizlarga bitta zo'r nabor yig'ib qo'ydim, ko'rsataman. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib o'tib ketinglar. Xo'p, bo'ylari baland, klassik ko'rinishdagi shunaqa baland shkafimiz, piano new kravatimiz, buni obzorini ko'rgansizlar hammanglar. Ichidagi ko'rpayasiz, uni eng zo'rini taxlab qo'yganmiz. Komotimizga keladigan bo'lsak, bo'ylari baland, klassik ko'rinishda bu ham, betek kraskalar sepilgan. Ranglariga keladigan bo'lsak, hozir trenddagi ivory svet bo'ladi. Eng qiziq joyiga keladigan bo'lsak, narxlarni aytib o'tib ketaman. 2.450 ming so'm sotilyapti shu shkafimiz. 4.900 so'm ko'rpa yastig'i bilan shu kravatimizni sotilyapti. Komotimizga keladigan bo'lsak, 1.650 ming so'm sotilyapti. Hisoblab bo'ldingizmi? Общий komplektimiz 9 million bo'lyapti. Meni yonimga kelasiz, mana shu naborni yig'ib olasiz, menga necha pul o't berasiz desangiz, men sizga 500 ming so'm skidka qilib beraman. Agar shu naborni oladigan bo'lsangiz, Toshkent shahar ichida dastavkasi ham tekin bo'ladi.